Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganingiz 6 ga 5 ta 6 ga 4 namaga xorimiz akalar, ekskatli listdan yasalgan. Bu xorimizning uzunligi 7 metr akalar, bo'yi esa 2,5 metr. Bu xorimizni vazifasi tomda turadi. Tom shipir qoqish uchun yasalgan bu xorimiz akalar. Bu xorimizda 1 metr narxi uchun esa 150 ming akalar. Hali bu hammasi emas. Mana bu yerda esa 6 ga 4 dan yasalgan xorlarimiz bor akalar. Bu 6 ga 4 xorlarimizning narxi 1 metr uchun 150 ming ekan bu ham. Bu materialimiz ya'ni lis materialimiz konteynerning qornidagi lis material olinib, bukib, kesilib, bukib shu holatga keltiriladi va mana bu yerga olib kelganda shunday hollar yasaladi. Bu hali hammasi emas. Mana bu yerda esa bozdan yasalgan xorlarimiz, tashqarisi 10 ga 5 bo'lgan boz, ichi esa 5 ga 12 bo'lgan lagamiz. Bu boz materialimiz konteynerning eshik qismidan chiquvchi material bo'lib, juda baquvvat. Konteynerni ko'rganingizda eshigida ko'rinib turadi. Mana bu laga materialimiz esa konteynerning tagidan chiquvchi material bo'lib, juda baquvvat. Bu xorimizni 1 metr narxi uchun akalar 250 ming ekan. Bizning nomimizdan chiqqanlar alohida sitga qilib berishar ekan. Shuning uchun tezroq qo'ng'iroq qilishga shoshilinglar. Bu videoni uy qurayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Biz blogerlikni endi boshladik akalar. Shuning uchun imlo xatolar bo'lsa oldindan uzr.